Namangan viloyati soliq boshqarmasi tomonidan umumiy ovqatlanish shoxobchalarida xatlov tadbirlari tashkil etildi. Batafsil navbatdagi lavhamizda. O'tkazilgan xatlov tadbirlar davomida umumiy ovqatlanish shoxobchalarida onlayn nazorat kassa texnikalari va to'lov terminallaridan to'g'ri foydalanish, chek berish tartibiga amal qilinishi, xodimlar bilan mehnat munosabatlarining rasmiylashtirilgani o'rganib chiqildi. Namangan shahri Boburshoh ko'chasida joylashgan mana bu oshxonada qonun buzilish holatlari aniqlandi. Onlayn nazorat kassa mashinalariga oylik to'lov amalga oshirilmaganligi sabab bir necha kundan beri undan foydalanilmayapti. Shu bilan birga ushbu tamaddixonada erkiper moslamas soliq idoralariga integratsiya qilinmagan. Natijada savdo va xizmat ko'rsatish jarayonlari bo'yicha ma'lumotlar soliq organlariga real vaqt rejimida uzatilmagan. Shu shoxobchamiz ochilganiga 2 oy bo'ldi. Soliq idorasidan xodimlar kelib, bizga tushuntirish olib borildi. Ya'ni kamchiliklarimiz bor ekan. Ya'ni Mison programmamizda integratsiya qilinmagan, soliq o'sha chek chiqarilmagan. Kelib tushuntirish, to'g'ri tushundik, biz ham shu bugun o'zida hal qilamiz. Aniqlangan qonun buzilish holatlari bo'yicha mas'ullarga nisbatan belgilangan tartibda yozma ogohlantirish berildi. O'tkazilayotgan bu kabi xatlov tadbirlari jazolashga emas, balki tadbirkorlik subyektlarida soliq madaniyatini oshirish, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish hamda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga qaratilgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.